shakllanadi deydi. Chunki inson tug'ilgan joyida go'dakligidan o'sha yerda tug'ilib, o'sha yerning suvini ichib katta bo'ladi. İnsonning organizmi shu suvga o'rganadi, shu suvning tarkibiga o'rganadi. Bolaligi shu bilan shakllanadi. Jism shunga o'rganadi. Endi katta bir inson bo'lib, bir yurtga safar qildi. O'sha yurtda yuribdi, suv ichyapti. Lekin organizm o'sha suvni talab qilar ekan. O'sha tarkibli suvni talab qilar ekan. Buning natijasida o'sha yurtga bo'lgan sog'inch shakllanar ekan. Vatanning muhabbati, yurtga bo'lgan sog'inch suv orqali bo'ladi deydi. Shuning uchun azizlar, vatanni sog'inchi qayerlarda bo'lsa-da, insonning qalbining to'rida bo'lishligi kerak.